Assalamu alaikum aziz yoldaşlar, aziz yurtdaşlar, hammangizı şu bahar ayyamı bilan tabriklaymiz. Yine şurada o'zimni atam, Artıq atamın qalamına mansub yana bir qo'shiq yaratdik. Cenneti ayol nomli. Ayollarimiz hamisha şu bahar güllarin din açılıversin, bizani baxtımıza sağ yursunlar. Besh qistig'i kamolatga ketirsa, sünnet farzın o'z yeriga yetirsa, besh qistig'i kamolatga ketirsa, sünnet farzın o'z yeriga yetirsa, onaizor murodiga yetarkan, o'tib qolsa u jannatga ketarkan, onaizor murodiga yetarkan, o'tib qolsa u jannatga ketarkan. Jannati ayol, jannati ayol, cenneti ayollar ko'p bo'lsin elda. Cenneti ayol, cenneti ayol, cenneti ayollar ko'p bo'lsin elda. Besh qistig'i tebratgan beshigi, Allohim ocharkan jannat eshigi. Chunki ular bu dunyoda farishta, farzand uchun joni qalqan farishta. Cenneti ayollar ko'p bo'lgan elning, rizqi bilan yurti obod bo'larkan. Cenneti ayollar ko'p bo'lgan elning, hatto yaratgan ham qattiq sevarkan. Cenneti ayollar ko'p bo'lgan elning, hatto yaratgan ham qattiq sevarkan. Cenneti ayol, cenneti ayol, cenneti ayollar ko'p bo'lsin elda. Cenneti ayol, cenneti